necha yil yashagan insonini, boshqa oilasi borligini bilish, ular uchun qanchalik azobligini endi tushunyapman. Qo'lim ishga bormayapti Tolib. Gul opamni o'ylab xayolim joyida emas. Nega qochib ketding? Senga gapiryapman. Salgina baqirganim uchunmi? Yo, men bilmaydigan biror nima bormi? Opam qayerda bo'lishlari mumkin-a? Qo'rqib ketyapman. Nimaga qochib ketdi-ekan o'zi? Tinchlikmi kech bo'lganda? Sizlardan so'rash kerak. Tinchlikmi yoki yo'qmi deb. Qizim, qani? Shokir aka, pulim yo'q hozir. Kimdir sendan pul so'rayaptimi? Qutulishni xohladim. Hammasidan qochkim keldi, tushundingizmi? Har holda erlik ayol yarim kechasi qayerga, kim bilan ketdi? Sevgi olov bo'lib yonmoq degani, yonib yonib boqir qara kul bo'ldim. Sevib sevilmagan bir tilba bo'ldim. Sen ham meni chindan sevganmiding? Ay, sevgi olov bo'lib yonmoq degani, yonib yonib boqir qara kul bo'ldim. Sevib sevilmagan bir tilba bo'ldim. Sen ham meni chindan sevganmiding? Ay. Sherxon, tur. Sherxon. Tur. Oy, yana ozgina uxlay. Tur. Gap bor. Qiladigan qancha ish bor, yotishingni qara. Oy, men siz ham to'y o'tadi, voqima qilmay. Meni tinch qo'yla iltimos. Uylanadigan sanu, yugurayotgan boshqalar. Kimdir uylanaman desa, uy joy qiladi, yuguradi. Sen bo'lsa bemalol yotibsan. Hozir men nima qilay? Yugurib borib ishlab kelaymi? Gapingni qarasani. Buvingdan borib pul olib kel. Tilla olishimiz kerak. Tillalaringizdan lipoyni berib yuboring, bo'ldi. U qizga bo'vradi, u qiz tillani ham farqiga bormaydi, oya. Ha, nimaga endi men tillalarni berishim kerak ekan? Boshingda otang bor. Jannat buvijoning bor. Nabira kelinimga deb atab qo'ygan narsalari bordir. O'shalarni olib kelish vaqti keldi. Bahonada ancha-muncha pulli bo'lib olamiz. To'r, hozir borib olib kelaman. Bo'la qol. Borib buvijonim deb avrab pullarini olib kelgin. Kelinni ular topishgani ham yaxshi bo'ldi. O'zlari hammasiga yaxshiroq sarf xarajat qilishadi. Tur, bo'la qol toychog'im. Bu hozir. O'zingizdamiz soya? Toychog'im, bolajonim deb qopsiz. Unaqa gaplaringizni qachon eshitgandim, esimda ham yo'q. Ha, endi katta yigit bo'lib qolgansan. Shunga erkalayverish g'alati-da. Bo'pti. Tezroq telefon qichi, kampir poshsha uydamikin? Jessica. Eshitaman. Assalomu alaykum. Jannatim, yaxshimisiz? Gar saloming bo'lmaganda. Yamlab bir yuzdan Ha? Hop, maqsadga o't. Sen bekorga qo'ng'iroq qilmaysan. Sog'indim. Ko'rgani bormoqchiman. Keyin keliningizga sovg'a berishingiz kerakmidi? Shunaqa deganda, bilaman-ku. Ha, tillasini olib qo'yganman. Xavotir olma. Sen kelinni olib kelaver. Qolganini o'zim bilaman. Hammasi tayyor. Xo'p bo'ladi-da. Hozir oldingizga o'taman, jannatim. Sog'indim juda. Yana bayroq chol uchrashuvga chaqirsa likkillab chiqib ketib Jinni! Qo'ysan-chi, qayoqda gaplarni gapirasan, ha? Bujon.
Uyda bo'laman. Uyda bo'lmay go'rda bo'lamanmi? Xo'p, bo'pti. Jinni. Ana, ko'rdingizmi oyi? Juda yaxshi bo'pti. Buvim sizdan ko'ra meni yaxshi ko'radi-da, sezilyapti. Xotinimni sepi, uni tillasi, hamma narsasi tayyor. Chunki kampir poshshani dadangni pulini sarflab o'tirishdan boshqa ishi yo'q. O, Mani boshimda qancha tashvishim bor. siz ishlaringiz ko'p. Qoyil qolyapman. Bo'pti, tur, tezlash, tez Bo'pti. Mayli. Endi buvim bilan oyimga yana bitta xotin qo'shiladi. Men ko'chada yuraveraman, o'zlari ishlarini qilaveradi. Oyi, gapingiz bormi? Ish qilayotganimda kimdir tepamda tursa yoqtirmayman, bilasiz-ku. Jannat opa telefon qildi. Sovg'asini olgani chiqarkansan. Nima qilsammikin, oyi? Kiyishga tuzukroq kiyimim ham yo'q-ku, yoki dadamdan pul so'rasammikin? Bilmayman. Hali maosh olganim yo'q deyotgandilar. Mani boshqa narsa qiziqtiryapti hozir qizim. Xo'sh, Yigit na telefon qiladi, na ahvolingdan xabar oladi, na ko'rgisi kelib oldinga keladi. Hozirdan shunchalik bee'tibor bo'lsa, keyinchalik hayotingda qiynalasan. Onasi, ko'ylagimni topib bergin. Hozir. oyimni gaplarida jon bor. Mana shkafda turibdi-ku, shuni ham ko'rmayapsizmi? Buni qo'ygin. Nimaga sen qizingni yana miyasini achityapsan? Rozi bo'lib turgan qizni qo'ynini g'ash qilmasang-chi endi. Chunki bu yigitni bo'lmasligi ko'rinib turibdi. Ey, menga qara, nimasi bo'lmaydi? Ayt. Uyi bor, ishi tayin bo'lsa, yana senga nima kerak? Mani qizimni hozir ham uyi bor. Hozir ham och qolayotgan joyi yo'q. Dadasi ko'zingizni kattaroq oching. Na telefon qiladi, na o'zi keladi, na biror joyga olib boradi. Uydagilarning gapi bilan uylanayotgani ko'rinib turibdi-ku. Menga qaragin, endigina tanishdik-ku onasi. Olib borar biror kun. Mana sovg'a berishga ham chaqiribdi-yu. Yana senga nima kerak o'zi? Hammasini buvisi hal qilyapti. O'zi esa qizimni rozi qilish uchun ko'nglini olayotgani yo'q. U yigitga qizimizni qizig'i yo'qligi yaqqol ko'rinib turibdi. Nimaga shuni tushunmaysiz? Erga tekkandan keyin qiynaladi. Yonida suyanadigan eri yo'q deb yashash ayol kishi uchun azob. Buni siz bilmaysiz, dadasi. Buvisini ham boylab berib qo'ymagan. Buvisidan keyin qizimni tashab ketsa-chi? Bo'ldi endi, menga qara, bas qilgin. Ertalabni boshimni ortib yording-ku, a? Abrorni o'g'liga beraman dedimmi men? Beraman. Qolgani qizingni qo'lida. Endi o'zi erini ko'ngliga yo'l topar. Bilib qo'y, gapimni eshit. Agar to'y to'xtasa, senga ham, qizingga ham kun yo'q. Tushundingmi gapimni? To'g'ri. Har doim shunaqa qiladi. Salom qizlar. Mana shirinliklarni senga oldim. Yeb ko'r. Kerak emas. Nimaga? Atay senga oldim. Chunki men diyetadaman. Sanmi? Sani diyetaga allergiyang bor edi-yu. Ustimdan kulma. Hali shunaqa og'zim chiroyli bo'lib ketaman. Ko'rsang, o'zing ham hayron qolasan. Yo'q, qo'y. Sen diyeta qilma. Bo'lmasam ozib ketasan. Ko'rdingmi? Qilamasligini bilib, o'zingni ham kulging keldi. Nega yo'lda o'ylabsan kozim? Ozib chiroyli bo'lib ketishini ko'rmayapsanmi? Iching qoraligini bilardim, baqalo. Sen aralashma ajina. Nima har doim bizning gapimizga aralashirasan? Charosga do'mboli yarashadi. Menga shunday yoqadi. To'g'ri aytasan. Ber, yesam yebmanda kozim. Charos,
4 soatdan beri dietada sanu yeyman. Charoz, xohlasa matematikadan bitta komanda bo'lamiz. Kozim matematikani yaxshi biladi, Charoz. Roziman. Faqat konspektimni yozib berasan. Yozsammi, yozmasammi? Bo'lmasa men buni nol yemayman. Yo, yegan, yozib beraman. Aniq yozib berasan, a? Yozib beraman. Daftar sinfimizda turibdi. Chiqqanimda berarman. Faqat chiroyli qilib yoz. Hop. Ketdik Samiyaxon, yur. Uf. Meni hayotim o'tadi ko'chada. Zo'r ashula eshitaman erta kechadan. Davay kezamiz ko'chalarni va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni. Voy, Haligi nega to'xtadingiz, Timur aka? Sevinch. Boya kirayotganimda sovchilar chiqib ketayotganini ko'rdim. Sovchilar opangizga keldimi? Ha. Mana siz bilan ozmi, ko'pmi tanishmiz. Sizga bitta savol bermoqchi edim. Xo'p, bering. Mana adangiz qizlarni qanaqa yigitlarga berish mumkin? Ya'ni mandaka oddiy yigitga berish mumkinmi? Bilmasam. Dadamga yigit yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ularga asosiysi bizning baxtimiz. Doim ko'nglimizga qaraydilar. Biz sevsak bo'ldi. Asosiysi shu. Shunda opangiz ham sevganlarini uchratmagani uchun turmushga chiqmaganlarmi? Guli opangizni aytolman. Nimaga turmushga chiqmaganlar? Bilmasam, menimcha ko'ngillariga yoqadigan uchramayapti. Dadam majburlab erga bervormaydilar-yu. Davom etamizmi, Timur? Yaxshi joyda to'xtagandik. Ha, davom etamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Qizim. Jon qizim. Yaxshimisan? Shifokor sizni so'rayapti. Xo'p. Kiramiz. Unda men kirib chiqaman. Haligi dorilarni olib keldim. Senga ham ishingga bu narsa olib keldim. Rahmat. Hozir. Mashrabjon, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Oyim osmondalar. Mashrabning qorni och. Voy, qorning ochmi? Ha. Hozir. Hay, shoshma. Yo'qa borma. Xullas, bir yo'li faqat operatsiya. Bundan boshqa chorasi yo'q. Iloji boricha mablag'ni tezroq topish kerak. Har bir o'tayotgan soniya qizingizni tuzalishiga bo'lgan umidni kamaytiryapti. Meni hayotim o'tadi ko'chada. Zo'r ashula eshitaman erta kechadan. Davay kezamiz ko'chalarni va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni. Mashrab. Mashrab aka. Senga nima bor bu yerda, Mashrab? Qani keling o'tiring. Timur aka, siz-chi bularga e'tibor bermang. Bular mahallamizning jinnisi. Ne ko'rasan biznikiga? Do'stim yoniga keldim. Do'sting bu yerda nima qiladi? E'tibor bermang, Timur aka. Uncha-muncha yetishmaydi bunga. Siz haqoratlamang uni. Katta odam bo'lsa, jinni deb aytish u yaxshi ish emas, Sevinch. Mashrab aka meni yaqin do'stim. Siz noto'g'ri tushundingiz. Men unaqa demoqchi emas edim. O'zi Mashrab aka akam bo'ladilar, to'g'rimi? To'g'rimi, Mashrab aka? Ha? Sevinch, meni singlim. Mashrab singlisi 5.
davom etamizmi? Mashrab aka, bular menga gitaradan dars beradilar. Siz ham o'rganasizmi? Ular o'rgatadi. Ha, Mashrab o'rganadi gitarani. Ana. Mashrab aka ham gitara o'rganmoqchi. Qani chalik endi, Timur? Ha, hozir. Qarang, Mashrab aka. Mashrab aka. Mana bu notalar. Ha. Mana shunaqa qo'lda ushlash kerak. Keyin sekin mashq qilaversangiz o'rganib ketaverasiz. Ha? Jamoadagilar bilan maslahatlashib ish ko'rgan. Bo'ptimi? Shoshmang. Sizda gapim bor. Nima gap, eshitaman. Men haligi Sherxon akani tanishlariman. Xo'p. Men otasiman, nima gap? Men o'g'lingizdan homiladorman. Sherxondan. Tushunmadim. Nima dedingiz? Homiladorman. Mana qarang singlim. Siz o'zi meni kimligimni bilasizmi? Agar o'g'limga shantaj qilayotgan bo'lsangiz, ayol kishiligingizga qaramayman. O'ylab gapiring gapingizni. Bu homiladorlik to'g'risidagi shifokor tahlil qog'ozi. Keragi yo'q. Qancha so'raysan? Menga pul kerak emas. Qo'ysang-chi, nimaga kelding bu yerga? O'g'lingiz menga uylanish kerak. Men yolg'on gapirayotganim yo'q. Mana qara, xullas o'g'limni yaqinda to'yi. Senga maslahatim, men taklif qilgan pulni olgin-da, jimgina og'zingni yop. Meni nomimni kim oqlaydi? Oh, bu haqda oldinroq o'ylash kerak edi. Sen unikisan, faqat shudir eng katta dardim. Undan nimam kam. O, brat. Qalisiz? Assalomu alaykum. Qalisiz, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Keling aka, Hamma jamul-jam va? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, devlar o'lib, Sulaymonlar qutulibdimi? Ha, Mashrab? Nimaga biz uydasan? Amakinga chaqib qo'y chiqani. Sur bo'tda. Sur. Xo'p. Do'stim, men surdim. Xayr, Mashrab aka. Aka. Nima qilganingiz? Nima? Sen kimsan u? Peshaningni artvar. Aqling oshib-toshib ketyapti ekan. Endi artib yurgin, tushundingmi? Aqllilik qilmasdan. Aka. Sekinroq. Bular meni ustozim bolalar. Gitaradan dars o'tyaptilar. Gitara chalyapsan, boshingga urasan buni. Tuzliroq narsa o'rgansang bo'lmaydimi? Ha, bu san'at-ku aka. San'at? Yaxshi, san'at bilan shug'ullangan kelsa ukam, raqsga tushgan, xo'p. Hech bo'lmasa pul qistirishadi. Jannatim shu yerdalarmi? Xonalaridalar. Yaxshi. Timur. Jannatim. E'tibor bermay. Akam o'zi sal shunaqa qo'polroq hazil qiladilar. Bugungi sevinch bugunga yetadi menimcha. Mashrab akam xafa bo'lib ketdilar, men borib qaray. Bir pasda tugadim darsimiz. Yaxshi shug'ullanyotdik-ku. Bir pas emas, 2 soatdan buyon shug'ullanyapmiz-ku. Yo'q, 2 soat bo'ldim. Mayli. Yaxshi qoling. Mayli, yaxshi boring. Bo'pti. Namuncha qimmatdan bu.
Shartmi? Shart. Kimsan? Abrorboyni bitta kelini bo'layotgan bo'lsa, mana bu ham. Bunisi namuncha chiroyli. Ha, buvijon. Papashaga ishonch yo'q. Ko'chada mendan tashqari bir ikkita o'g'illari bo'lsa kerak. Voy, jinni, gapingni qara. Hazillashdim-da. Juda ham chiroyli ekan. Buni o'zim taqib olsammi? O'zi hamma yog'ing temir tersak, qo'ysanchi. Kelinga bu. Bo'pti, mayli. Rahmat, boringizga shukr. Ha, darvoqe, yana bitta masala. Ha. Xonangni qaysi rangga bo'yaylik? Bu to'g'risini aytsam, onamni uni takasaltang Shokirga tashlab ketmoqchi emasman. Har holda onam Sherxon onasini boqqisi kelmayapti, kuyoviga tashlab ketibdi degan sinotni ko'tara olmayman. Biz avlod erkaklariga yarashmaydi. Xuddi oyini boqayotgandek, og'zingni ko'pirtirishingni qarang-ya. Borimni o'zi katta gap-ku. O'sha uyda onam uchun yashab bersam bo'ldi. Kelinni kim topdi? Siz? Men topdim. Demak, kelin men bilan yashaydi. Bilib qo'y, onang kelinga kun bermaydi. Bilmadim. Endi u yog'ini onam bilan o'zingiz gaplashib olasizlar. Menga farqi yo'q. Sog' uchun rahmat. Mehribonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Mashrab aka, menga qarang. Men u qizni yaxshi ko'raman. Xo'sh. Shunga u qizga hamma narsani aytishim kerak. Hammasini nima? Yo'q, hamma narsani emas. Xullas, o'sha qizga uylanishim kerak. Sovchilar kelayotgan ekan. To'y qilishim uchun menga ko'p pul kerak. Harakatimni qilmasam, otasi uzatib yuboradi. Unga sovchilar kelyaptimi? Ha? Nimadir qilish kerak. Lola uchun rosa kurash. Zo'r ish bor. Senga ko'p pul berishadi. Hozir. Qayerga? Ha, yur. Men bilan yur. Bitta umidim shunda. Agar undan ham pul chiqmasa bilmadim. Nimamni sotaman. Bu mashina ham o'zimniki emas. Xudo, bolamga bergan dardingni mana menga ber. Men yashab bo'ldim yashaydiganimni. Yetadi. O'limga roziman. Lekin qizim hali kichkina-yu, hayotga to'ymagan. O'zing uni o'z panohingda asragan. Alo, eshitaman. Sevinch. Qaynisinglim, yaxshimisiz? Pochcha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Haligi sizga bir gap aytaman, faqat hech kimga aytmaysiz. Xo'p. Oramizga sir bo'lib qoladi, tushundingizmi? Xo'p. Mayli. Aytingchi oldin. Gulyopang dadangga surpriz qilmoqchi. Men esa u aytgan sovg'asini olib kelib qo'ygandim. Agar iloji bo'lsa, menga raqamini berib qo'ying, Xo'p. Bo'ldim. Opam yaxshilarmi? Opangiz yaxshi. Bir aylanib keling, ko'rib ketasiz. Bo'pti, xo'p. Mayli, pochcha, opamga salom aytib qo'ying. Mayli. Xo'p, mayli, xayr. Yur. Tezlash. Ha, shoshma. Qara. Ana, ochildi. Yur. Mashrab aka, nega keldik bu yerga? Yur, zo'r narsa ko'rsataman senga. To'xta. Yur. Haydab olishmaydimi bizni? Kim haydaydi? Yur, tez. Aka, qayoqqa? Yur, bu yoqqa. Mashrab. Assalomu alaykum, Abror aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Abror aka. Va alaykum assalom. Uzr, bezovta qildik. Mashrab akam. Abror aka, Timur do'stim, sevib qolgan. Haligi u to'y qilish kerak. Yaxshi-ku. To'y boshladinglarmi, Temur? O'sha xayolingizdagi qizgami yo boshqami?
hech gap yo'q o'zi. Mashrab aka vahima qilyaptilar. Yo. Timurga ish kerak. Unga ish bering. Unga ko'p pul kerak. Abror aka, u ham ehson tarqatsin. Tarqatadi. Sen bor, tepada shirinlik olib qo'yganding. O'shani olib chiq. Shirinlik. Abror aka, uzr, siz yoningizga kelayotganlarimni bilmovdim. Hech qisi yo'q. Mashrabga pul bo'lsin deb ishlayotgandek qilib ko'rsataman. U ishlayapman deb xursand bo'lib yuribdi. Demak, sizga yana qo'shimcha ish kerak, shundaymi? Ha. Shu desangiz, sevganimning otasi boy. Nima qilibdi? Bir-birlarini sevsanglar bo'ldi-da. Abror aka, mana siz nima deb o'ylaysiz? Boy, biznesmen odam menga qizini berarmikin? Albatta beradi. O'rnida men bo'lganimda sizda yigitga jon deb qizimni bergan bo'lardim. Eshitaman. Men Guliman. Assalomu alaykum oyijon. To'g'risi siz ismingizni eshitib, ko'z oldimdan shundoq qilib Maqsadga o'taman. Menda hech qanaqa dollar yo'q. Unda rasmingizni qanaqa ramkaga solib jo'natay? Oq rangami yoki sariq rangami? Yo'q, bunaqa qilamiz. Oq ramkaga solingan rasmingizni buvijonga jo'nataman. Sariq ramkaga solingan rasmni dadajonga jo'nataman. Nima dedingiz, onajon? Gapiring. Tillalarim bor. O'shalarni beraman. Bo'laveradi. Hozirroq boraman. Shkafga qo'yib qo'yaman. O'zingiz sekingina olarsiz, ko'chaga chiqolmayman. Shkafga. Menga qarang. O'sha siz aytgan tillalarni cho'g'i kammasmi? Har holda Abror boy ustingizdan zar sochgan bo'lsalar kerak, a? Ha, og'zingizni yopishga yetadi. Bunisidan xavotir olmang. Otajon. Hozir sizdaqa halol yigitlar topilmaydi. Mani qizimni so'rasa, birinchi navbatda yigitni yaxshi yomonligiga qarayman. Masalan, katta kuyovim ham boy emas. Oddiy yigit. Nima ish qilishini deyarli bilmayman. Xullas, ko'nglingizni cho'ktirmasdan sevgi uchun kurashing. To'yga biror maslahat kerak bo'lsa, bemalol. Kerak bo'lsa, bo'lajak qaynotangiz bilan o'zim gaplashaman. Yo'q. Rahmat Abror aka. O'zim sizga kafil bo'laman. Abror aka, Xursand menga bo'ldim. shirinlik olib qo'yibdilar. Mana shirinlik. Mashrabboy, bu shirinlikni endi uyga olib borib yeysan. Xo'pmi? Abror aka, endi bizga ham ruxsat bering. Uzr, sizni bezovta qildik. Mayli, boraveringlar. Qani ketdik. Qani bor. Qani ketdik o'rtoq. Ketdik. Ehtiyot bo'ling, Mashrab aka. Temur do'stim, mazza qilib shirinlik yeymiz. Dilbarxon, o'tgan safar berib yuborgan kiyimlaringiz uchun katta rahmat. O'g'lim bilan o'rtog'i talashib kiyib olishdi. Shunaqami? Mayli, yaxshilikka kiyishsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Ke o'g'lim? ishlarimni tugatdim. Ketsam bo'ladimi? Mayli, xo'p, yaxshi boring. Rahmat. Yaxshi qolinglar. Labbay. Siz o'g'lingiz mabodo gitarist emasmi? Ha? Gitarist? O'g'limni taniysizmi? Abrorboy degan odam qiziga gitara chalish o'rgatadimi? Ha. O'rgatyapti. O'g'limni taniysizmi? Yo'q. Abrorboyni taniyman. Ha. Mayli, yaxshi qolinglar. Sog' Mayli, bo'linglar. sog' bo'ling. Yaxshi boring.
Ma'mula, tillani olib keldim. Xonamga kirsangiz ko'rsataman. Jannatim berib yubordilar. Qani? Mana, bu jonimni kelinlariga hadiyasi. Kelinlariga juda boshqacha mehr qo'yibdilar-ku. Asl tilla shekilli. Ha, bunda noasl tillalar bo'lmaydi. Endi o'zlari topganlariga bu kelinga boshqacha muomalada bo'lyaptilar. Yashaydigan xonamni ham ta'mirlatayotgan ekanlar. Aytmadingmi? Siz bilan emas, oyim bilan yashayman demadingmi? Aytdim. Xo'sh, nima dedilar? Ko'nmayapti. Bu bilasiz, qaysar, injiq, baribir aytganlarni qildiradi. Qaysarligini o'g'liga qilsin, xo'pmi? Mani o'g'limga emas. Sen mani o'g'limsan. Quloq solma, eshitdingmi? Bilib qo'y. Ikki dunyoda ham seni buvingga berib qo'ymayman. Shundoq ham o'zi sevishni menga qayrab katta qilishdi. Onam bor deb xabaram olmaydi bemehr. Mama, bo'ldi-da endi. Sizlar o'zaro kelishib olinglar. Bir tomonda sevinch, bir tomonda bu to'y, yana qanaqadir mashmasha. Kelishib olinglar. Bidir qilib o'tirurmang, ona. O'zi boshim og'rib ketyapti. Senga gapirgani foydasi ham yo'q. Voy, bu nomisimi? Oyi. Ha? Voy, Oyi. ha, tinchlikmi? Ha? Namuncha hovliqasan. Nima bo'ldi? Tez sovchilikka borishingiz kerak. Hey? Astag'firulloh. Tavba qildim. Darding bo'lmadi, bir narsa bo'ptimi debman, ha? O'g'lim, shoshilma. Bunaqa ishlarchi shoshilib, shoshma-shasharlik bilan qilinmaydi. Oldin bir reja bo'ladi, suhbat bo'ladi, maslahat bo'ladi. Oyi, bormasangiz bo'lmaydi. Guliga sovchilar kelyapti. Yerga berib yuborishmasin. Agar Gul yerga tegib ketsa, uylanmasdan toq o'taman. Nabiralar ko'rmaysiz. Mabodo mendan boshqa farzandingiz bo'lmasa. Ko'p gapirma. Gapirgan gapini, nafasingni yelosin seni. Menga qara. Tushungin. Ha, ular boy bo'lsa, men nima deb boraman, bolam, nima deb boraman? Oyi, to'g'ri, ular boy. Lekin ularning qalbi ham boy-ku. Otasi o'z og'zi bilan menga aytdi. Boyligi qiziq emas. O'zi yaxshi bo'lsa bo'ldi dedi. Xullas, boravering, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Sen yaxshi bolamisan? Ha? Yaxshi bolamisan? Bore. Oy, bora qoling, iltimos sizdan, yuring. Ha, to'xtab. Yuring. Bo'ling. Shunday boramanmi? Keyin yasanay, bet qo'limni yuvay, shoshiltirma. Sen mana shu yerda o'tirgin bolam. Xotirjam bo'lgin. Xo'p. Har doim shoshilib bir narsani boshlaysan. Bo'ldi, jim tur. Kiyinib chiqishim kerak. Xo'p, oyi. O'rgildim. Yes. Voy, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Dadajon bormilar? Abror aka ketgandilar. Haligi menga suv bera olasizmi? Dorim icha olmoqchi edim, boshim og'riyapti. Voy, hozir olib kelaman, hozir. Gulnor opa, bizni suv nima bo'ldi, bo'lib qoldimi? Hozir mana kelyapman. Bemalol shoshilmasdan chiqavering opa. Bemalol. Agar rasmlarim biron kishini qo'liga tushsa, tillam yo'qoldi deb, mana shu videoni hammaga ko'rsataman. Ko'ramiz, xotiningiz siz bilan yarasharmikan.
qaynanangiz uydan haydamasmikan? Siz ham tinch, men ham tinch yashang. Qanchaq. Maraz. Mayli. Qaynanajon, o'zingiz ehtiyot qiling, hali ko'rishamiz. Bu shum kampir buvingni nima qilsa bo'larkan, a? Yana nima bo'ldi, oyi? Kelinni o'zini uyga tushirarmish. Nima haqqi bor, a? Meni ishlarimga aralashishga. Xo'p. Akam nima deyaptilar? Akangni tayini bormi o'zi? Qayerga, kimga uylangani umuman farqi yo'q. Qulog'i tinch, kayf safosiga pul bo'lsa bo'ldi-da. Qo'ygani bilan ishi ham yo'q. Shu vaqtda shu holiga birovni qizini baxtsiz qilib, unga uylantiryapsizlar. Oyi, yaxshi ish qilmayapsizlar. Menga nima? Ana, boshida onasi bor o'ylaydigan. Endi birovni bolasini ham men o'ylayman? Yo, meni jahlimni buving chiqaryapti. Shu xotinni bir kun zaharlab qo'ymasam bo'ldi. Yomon asablarimni o'ynayapti. Oyi. Yaxshisi-chi, undan ko'ra to'y bo'lmasdan oldin bu moldilarga boring. Bu narsani hal qiling. Nima ayting? O'g'il meniki, o'zim hal qilaman deng. Kelin o'zim bilan yashaydi deng. To'g'ri aytasan. Aytaman. Indamagan sari boshimga chiqib qolyapti. Qarab tursin. Oyi. Qaysi uy? Keldikmi? Qaysi uy? Mana shu uy. Shu uymi? O'g'lim bu xonadonga kirmayman. Bolam, bu uy bizni uyimizni oldida juda ham baland tog'-ku. Yo'q, men kirmayman, bolam. Oyi. Iltimos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, shu yerda yashaydi. O'g'lim, menga qara. Tengi bilan. Bularni qizi bizni uyimizni ko'rsa qochib ketadi. Bolam juda baland dorgoh silibsan. O'zimmi oyijonim? Oyijonim. Hayotimiz hali oldinda, oyi. Hali mana bundan ham katta uy quraman. Bularchi sharoitimizga umuman qaramaydi. Menga ishoning, oyi. Oyi. Aniqda kutib turaman. Siz kirib chiqing, xo'p? O'g'lim, yur ketaylik. Kiring, oyijon, iltimos. Endigina yetay deb turganimda orqaga qaytmang. Maylimi? Ha, bo'pti. Bor, nariroqqa ket. Rahmat, oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, qizim? Keling, xush kelibsiz. Men to'g'risini aytsam, qulchilikka kelgandim. Shu uyda bir qiz bor ekan. Keling, marhamat, keling. Rahmat. Chiroyli, lekin kelinga yoqarmikin? Voy. Menga qara, o'zingga qaysi biri yoqadi? Mengami? O'zimgami? Men buni tanlagan bo'lardim. Qarang, bu ham chiroyli. Oyjon, shuni keling, Gul opa. Sovchilar kelishdi. Yanami? Sevinch bozori chaqon bo'lib ketdi, oyjon. Sovchilarni qadami uzilmayapti-ya. Nima sizlarga? Bozordagi buyummanmi? Bozor yurishib ketdi deysizlar. Jonimga tegib ketish sovchilar. Tayinli boshqa ishi yo'qmi? Tayinlisi ham chiqmaydi ustiga ustak. Unaqadimi? Qiz bolani sovchisi ko'p bo'lgani yaxshi-da. Unday bo'lsa, sizga kelsin bujon sovchi. Sizni ham boshingiz ochiq. Ha, nima bo'pti? Jinni. Oydikkina bo'lsiz bujon.
Guli qizim, mehmonlarni kutirib qo'yma. Kutib oling. Choylarni damlab bering. Hozir bu jinnini miyasini bitta joyga qo'yib qo'yaman. Xo'p bo'ladi oyijon. Nima noto'g'ri gapirdimi buvi? Albatta To'g'ri gapirdimi? noto'g'ri. Voy. Keling, xush kelibsiz. Marhamat, o'tirib turing. Men hozir uydagilarni chaqiraman. Xo'p bo'ladi. Temur. Voy o'lay, bu nimasi ekan endi? Yaxshi o'tiribsizmi? Xush kelibsiz. Ha, rahmat. Duo qiling, opajonim. Ilohi amin. Har bir onani farzandlari baxtli yashasin, baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Xush kelibsiz, opajon. Xushvaqt bo'ling. Qizim deymiz, singlim deymi? Men sovchilikka kelgandim. Ha. Shu desiz, shu xonadonda qiz bor ekan-a? O'g'lim Dod mana shu qizga uylanaman deb turib oldi. Qizni ismi nima edi? Voy, unutdim. Barno dedimi? Gulchehrami? Yo'q. Guli dedi. Voy, aniq Guli dedi. Adashmadim shekilli. Qizim yoshingiz katta bo'lgandan keyin esam yonboshlab ketar ekan. Topdim. Guli. Adashmadim. O'g'lingiz ismlari nima? Temur. Shu uyda gitaradan dars beradi. O'sha meni o'g'lim bo'ladi. Dadasi, yaxshimisiz? Dadasi, sizga nima bo'ldi? Hozir. Tushimda buvimni ko'rdim. Chiroyli bog'larda yurgan ekanlar. Meni haydab yubordilar borsam. Nima bo'ldi? O'zingiz kelib baqiryapsiz. Dilbar ichkariga kir. Biz gaplashib olishimiz kerak. Hozir bolam o'lim yoqasida. Erim esa boshqasini qo'ynida. Nega ko'chadagi shaltoqlaringni men tozalashim kerak? Nega tozalab yurmaysan, ha? Opajon, maqsadga o'tsam. O'g'lim nabirangizni ko'rib yoqtirib qopti. Temur. Dada, o'lib qolmaymanmi? Yo'q, jonim qizim. Guli dedi. Voy, aniq Guli dedi. Adashmadim shekilli.